Алдыңғы hafta Dünya Uyghur Qurultayının London işxanası bilan Erkin Tibet Cemiyeti Xinjiangni cheklash temasidagi bir ijtimoiy targ'ib faoliyatini boshlaganligini jakarlagan. Ular Angliya Tashqi ishlar ministrligidan Uyg'ur eli va Tibetdagi zulmning bosh ijrochisi, shundaqla jazo lagerlarining bosh jinoyatchisi bo'lgan Xinjiangning Angliyaga kirishini cheklashni talab qilgan. Ular ijtimoiy taratqularda cheklash murojaatnomasi e'lon qilgandan boshqa yana Uyg'ur va Tibetlarni bostirgan Xinjiangni Angliyada qarshi ilinmaydi. Angliya Xinjiangni cheklash harakatiga o'tishi kerak. Chin cheklansin degan lozungini Londondagi avtobus bekatlarining e'lon taqdirlariga, ko'cha-ko'ylardagi tomlarga chaplagan. Murojaatnomaga asoslanganda ular Angliya hukumatidan Xinjiangning yillardan beri Uyg'ur va Tibetlar uchirgan ziyonkashliklarning mas'uliyatini surishtirishni talab qilgan. Xinjiangning ismining xalqaro kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarni jazolash tizimiga kirgizish bilan to'xtab qolmay, balki yana uning haqiqiy jazolanishi uchun Angliya hukumatini harakatga o'tishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, 2020-yili Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab xalqaro kishilik huquqni dafsanda qilguvchi hokimiyatlarni jazolash tizimiga turg'izgan ekan. Bu jazolash tizimi bo'yicha insonlarning yashash huquqiga tahdidoruz qilgan, ularni qiyin qisloqqa olgan va majburiy emgakka solgan shaxslarga sayohat cheklamasi qo'yildi ekan va ularning chet ellardagi mol-mulki to'ng'iltirildi ekan. Uyg'ur va Tibet tashkilotlari Xinjiangning yuqorida tilga ilingan o'lchamlarning hammasiga tushadiganligini, shunga Angliya hukumatidan Xinjiangni cheklash qarori chiqarishni talab qilgan. Angliya hukumatini Beijingning Uyg'ur va Tibetlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligiga sherik bo'lmaslikka chaqirgan. Xinjiangni cheklash faoliyatining tashviqot sin ko'rinishida Uyg'ur Tibet faoliyatchilar mundaq deydi: "Biz uni hozir javobgarlikka tortmasak, dunyoga nima deymiz? Başta Tibet, hozir Sharq Turkiston, keyingisi qayar bo'ladi. Uning ismini esinglarda cho'ng tutinglar. Uning ismi Xinjiang." We're calling on the UK Foreign Office to hold Chen accountable and ban him from entering this country. We demand this government must impose sanction against Chen Quanguo under the Global Magnitsky Act. If we don't hold him to account now, what are we saying to the world? First Tibet, now East Turkestan, where next? Remember his name. His name is Chen Quanguo.